Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga avgust oyidan boshlab kuchga kirayotgan muhim o'zgarishlar haqida juda aniq va tushunarli qilib aytib bermoqchiman. Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir pensionerga, nafaqa oluvchiga, ish haqi kutayotgan xodimga, subsidiya, kompensatsiya yoki davlat xizmatlaridan foydalanadigan fuqarolarga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim o'zgarishlarni bilmagan odam pulidan, imtiyozdan yoki vaqtida topshirilishi kerak bo'lgan hujjatdan ayrilib qolishi mumkin. Men masalani mutaxassis sifatida oddiy xalq tilida tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak va qayerga murojaat qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilish ko'p hollarda real pul va real imkoniyat degani. Eng katta muammo shunda ediki, ko'pchilik fuqarolar davlat tomonidan qabul qilingan qarorlar, to'lovlar, imtiyozlar yoki tartibdagi o'zgarishlarni kech biladi. Masalan, kimdir pensiya yoki nafaqa miqdori qayta hisoblanishini eshitmay qoladi. Kimdir subsidiya olish uchun ariza berish muddatini o'tkazib yuboradi. Yana kimdir hujjatlari to'liq bo'lmagani uchun bir necha marta idora yurishga majbur bo'ladi. Natijada odam o'ziga tegishli bo'lgan imkoniyatdan foydalana olmaydi. Avvalgi tartibda ko'p jarayonlar fuqarodan ortiqcha harakat talab qilardi. Biror nafaqa yoki yordam puli uchun odam avval mahallaga borardi, keyin tuman bo'limiga borardi, undan keyin bank hisob raqamini tekshirtirardi. Ba'zan esa hujjat yetishmagani uchun yana qaytadan borishga majbur bo'lardi. Ayrim hollarda ma'lumotlar idoralar o'rtasida avtomatik almashmagani sababli fuqaro o'z hujjat ko'tarib yurardi. Bu ayniqsa yoshi katta insonlar, dogironligi bo'lgan fuqarolar, uzoq qishloqlarda yashaydigan oilalar uchun katta qiyinchilik tug'dirardi. Endi avgust oyidan boshlab qabul qilingan va amaliyotga kiritilayotgan o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, ayrim to'lovlar, ijtimoiy yordamlar, davlat xizmatlari va hisob-kitob jarayonlari ancha tartibga solinmoqda. Maqsad oddiy: odam ortiqcha ovoragarchilik qilmasin. Hujjatlar elektron tizim orqali tekshirilsin. Haqqi bor fuqaro o'z vaqtida pulini yoki imtiyozini olsin. Lekin bu degani hamma narsa avtomatik bo'ladi. Odam hech narsa qilmasa ham bo'ladi degani emas. Ayrim joylarda baribir ariza, pasport ma'lumoti, bank kartasi yoki oilaviy holatga oid ma'lumotlar talab qilinadi. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida ta'kidlayman. Har qanday o'zgarishdan foyda ko'rish uchun fuqaro o'z ma'lumotlarini tekshirtirishi kerak. Pasport ma'lumotlari, doimiy yashash manzili, oilaviy tarkib, ish joyi, daromad, bank kartasi, telefon raqami, nogironlik yoki pensiya ma'lumotlari tizimlarda noto'g'ri turgan bo'lsa, to'lov kechikishi yoki rad javobi chiqishi mumkin. Ko'pchilikning xatosi aynan shu. Davlat biladi-ku deb o'ylaydi. Ha, ko'p ma'lumotlar bor, lekin ba'zan eski ma'lumot qolib ketgan bo'ladi. Endi men sizlarga kimlar bu o'zgarishlarga alohida e'tibor berishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pensionerlar. Agar avgustdan boshlab pensiya yoki qo'shimcha to'lovlar qayta ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, pensioner o'zining pensiya ishida barcha staj, ish haqi va imtiyozli davrlar to'g'ri kiritilganini tekshirtirishi kerak. Masalan, fuqaro o'tgan yil ishlagan, lekin elektron bazada 24 yil ko'rinayotgan bo'lsa, bu uning hisob kitobiga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa eski yillarda ishlagan, korxonasi yopilib ketgan, arxiv hujjatlari boshqa joyga o'tkazilgan fuqarolar bu masalaga befarq bo'lmasligi kerak. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan bir fuqaro 1935 yildan 2005 yilgacha zavodda ishlagan, keyin boshqa tashkilotga o'tgan. Pensiya tayinlanganda faqat keyingi yillardagi ma'lumotlar to'liq chiqqan. Eski zavod bo'yicha ma'lumot arxivdan tasdiqlanmagan. Agar u buni vaqtida aniqlasa, arxiv ma'lumotini olib kelib, pensiya ishiga qo'shtirishi mumkin. Natijada uning pensiyasi masalan oyiga 70 ming yoki 20 ming so'mga ko'payishi ehtimoli bor. Bu bir oyda uncha katta ko'rinmasligi mumkin, lekin bir yilda 800 mingdan 1 million 800 ming so'mgacha farq qiladi. Shuning uchun har bir raqam muhim. Ikkinchi guruh: ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam oladigan oilalar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan muammo oilaning daromadi, tarkibi va yashash holati bo'yicha ma'lumotlarning to'g'ri bo'lmasligidir. Masalan, oilada ishlamaydigan farzand bor, lekin tizimda u ishlayotgan deb ko'rinishi mumkin. Yoki aksincha biror a'zo vaqtincha ishlayapti, lekin daromadi past, bu holat to'g'ri aks etmagan bo'lishi mumkin.
Natijada oilaga yordam puli chiqmasligi yoki keyinchalik ortiqcha to'lov deb qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, bir oilada ota mavsumiy ishda ishlaydi, oyiga 2 million so'm topadi. Ona uyda 2 farzandga qaraydi. Katta farzand kollejda o'qiydi, kichigi maktabda. Agar tizimda otaning daromadi doimiy yuqori daromad sifatida ko'rinsa, oila ehtiyojmand deb topilmasligi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar mahalladagi mas'ul xodim, ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli elektron portal orqali ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak. Men doim aytaman, ariza berishning o'zi yetarli emas, arizada ko'rsatilgan ma'lumotlar real holatga mos bo'lishi kerak. 3-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning parvarishlovchilari. Avgustdagi o'zgarishlar davlat xizmatlarining elektronlashuvi, ma'lumot almashinuvi yoki to'lovlarni qayta tashkil qilish bilan bog'liq bo'lsa, bu toifa alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki nogironlik muddati, tibbiy xulosa, reabilitatsiya dasturi, parvarish zarurati kabi ma'lumotlar ba'zan yangilanmagan bo'ladi. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, lekin fuqaro qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Aksincha, muddatsiz nogironlik belgilangan bo'lsa, bu ma'lumot tizimda aniq aks etishi kerak. 4-guruh bolali oilalar, bolalar puli, aliment, bog'cha to'lovi, maktabga tayyorgarlik xarajatlari, ijtimoiy yordam yoki subsidiya masalalarida avgust juda muhim oy bo'lishi mumkin. Chunki avgustda ko'p oilalar yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'radi. Xarajat oshadi, kiyim-kechak, daftar, sumka, yo'l haqi, to'garak, darslikka oid qo'shimcha xarajatlar. Agar davlat tomonidan bolali oilalarga yordam, kompensatsiya yoki tartibdagi yengilliklar joriy qilinsa, buni vaqtida bilish kerak. Ayniqsa kam tahammüllangan, yolg'iz ona yoki yolg'iz ota bo'lgan ko'p farzandli oilalar o'z huquqini tekshirtirishi zarur. 5lik misol bilan tushuntiraman. Bir oilada 4 nafar bola bor. Ota rasmiy ishda 3 million 200 ming so'm oladi. Ona ishlamaydi. Oyiga 1 million 500 ming so'm. Maktab boshlanishidan oldin har bir bolaga o'rtacha 600 ming so'mdan xarajat qilinsa, jami 2 million 400 ming so'm kerak bo'ladi. Bunday holatda oila daromadi qog'ozda bor ko'rinadi. Lekin real xarajat juda katta. Shuning uchun ijtimoiy yordam baholanishida faqat maoshga qarash emas, oilaviy tarkib, farzandlar soni, ijara holati va boshqa majburiy xarajatlar ham muhim bo'lishi mumkin. Fuqaro bularni arizada to'g'ri ko'rsatishi lozim. 5-guruh davlat xizmatlaridan foydalanadigan tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. O'zini o'zi band qilganlar uchun soliq, ijtimoiy to'lov, staj, elektron chek yoki ro'yxatdan o'tish tartibi bo'yicha o'zgarishlar bo'lsa, buni bilish juda muhim. Ko'pchilik men kichik ish qilaman, menga tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin aynan kichik faoliyat yuritayotganlar uchun to'g'ri ro'yxatdan o'tish keyinchalik pensiya staji, kredit tarixi, subsidiya olish va qonuniy faoliyat yuritish imkoniyatini beradi. Masalan, ayol kishi uyda tikuvchilik qiladi. Oyiga 2 million so'm atrofida daromad topadi. Agar u o'zini o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tsa, faoliyati qonuniy ko'rinadi. Bank orqali to'lov olish osonlashadi. Ayrim holatlarda ijtimoiy soliq to'lab, kelajakdagi staj masalasini ham hal qilishi mumkin. Agar ro'yxatdan o'tmasa, daromadni isbotlash kerak bo'lgan paytda, masalan, kredit, subsidiya yoki ijtimoiy yordamga ariza berganda muammo chiqishi mumkin. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Istisnolar, yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan xatolar. Birinchi nozik jihat, hamma o'zgarish ham avtomatik tarzda hammaga tatbiq etilmaydi. Qabul qilingan qarorda tegishli toifadagi shaxslar yoki belgilangan mezonlarga javob beradigan fuqarolar degan iboralar bo'lishi mumkin. Bu juda muhim. Demak, siz shu toifaga kirasizmi yoki yo'qmi aniqlab olishingiz kerak. Masalan, kam ta'minlangan oilalar deyilsa, bu har qanday qiynalayotgan oila degani emas. Davlat tizimida kam ta'minlanganlik mezoni bor. Oila tarkibi, daromad, mol-mulk, rasmiy ish, transport vositasi, yer maydoni. Boshqa daromad manbalari tekshirilishi mumkin. Ayrim oilalar haqiqatan qiynalayotgan bo'lsa ham, hujjati daromadi yuqori ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun fuqaro ma'lumotlar bazasida o'z holati qanday aks etayotganini bilish kerak. Ikkinchi nozik jihat bank kartasi va hisob raqami. Juda ko'p to'lovlar plastik karta yoki bank hisobiga tushadi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta boshqa odam nomida bo'lsa, hisob raqami yopilgan bo'lsa yoki telefon raqami bank tizimida eskicha turgan bo'lsa, pul kechikadi. Men amaliyotda bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam pul tushmadi deb shikoyat qiladi, tekshirilsa,
Kartaning muddati o'tgan yoki arizada eski karta ko'rsatilgan bo'ladi. Shuning uchun avgustdagi o'zgarishlardan foydalanishdan oldin bank ma'lumotlaringizni tekshiring. 3-nozik jihat ariza berish muddati. Ayrim davlat yordamlari doimiy emas, ma'lum muddat ichida ariza qabul qilinadi. Masalan, avgust oyida ariza topshirilsa, sentabrdan to'lov boshlanishi mumkin. Agar fuqaro sentabrda murojaat qilsa, to'lov oktyabrdan boshlanishi mumkin. Bitta oy kechikish ba'zan bir oylik pulni yo'qotish degani. Shuning uchun keyin boraman, vaqtim bo'lganda ko'raman. Mahalla o'zi aytadi degan yondashuv to'g'ri emas. 4-nozik jihat oilaviy tarkib. Ko'p hollarda fuqaro ro'yxatda bir manzilda turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi. Yoki bir uyda bir nechta oila ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Ijtimoiy yordam yoki subsidiya hisoblanganda esa tizim ro'yxatdagi odamlarni bitta oila sifatida ko'rib qolishi mumkin. Masalan, akasi alohida yashaydi, daromadi yaxshi, lekin propiskasi ota-onasining uyida. Ota-ona yordamga ariza bersa, akasining daromadi ham hisobga olinishi ehtimoli bor. Bunday holatda yashash holatini oilaning alohida ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat rasmiy va norasmiy daromad. Ba'zi fuqarolar norasmiy ishlaydi va daromadini ko'rsata olmaydi. Bu ikki tomondan muammo tug'diradi. Bir tomondan ijtimoiy yordam olayotganda daromad yo'q deb ko'rsatiladi. Lekin keyin bank aylanmasi yoki boshqa ma'lumotlar orqali daromad aniqlansa, savol tug'iladi. Ikkinchi tomondan kredit, subsidiya yoki pensiya staji uchun daromadni isbotlash kerak bo'lsa, norasmiy ish yordam bermaydi. Shuning uchun imkon qadar faoliyatni qonuniylashtirish, o'z-o'zini o'zi band qilish, shartnoma asosida ishlash yoki rasmiy to'lovlarni yo'lga qo'yish kerak. 6-nozik jihat qaror qabul qilingan bo'lsa ham joylarda ijro bosqichma-bosqich yurishi mumkin. Ya'ni hukumat qarori chiqdi degani, ertasi kuni har bir mahallada hamma narsa tayyor bo'ldi degani emas. Tizimlar yangilanadi, mas'ul xodimlarga ko'rsatma beriladi. Banklar va idoralar o'rtasida ma'lumot almashuvi sozlanadi. Shuning uchun fuqaroda sabr bo'lish kerak, lekin bu sabr passiv kutish bo'lmasligi kerak. Siz o'z arizangizni, hujjatingizni, ro'yxatga olingan raqamingizni va murojaatingiz holatini tekshirib boring. 7-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Har safar davlat to'lovlari, nafaqa yoki subsidiya haqida yangilik chiqsa, firibgarlar ham faollashadi. Ular pul chiqarib beraman, navbatsiz hal qilaman, karta raqamingiz va SMS kodini bering, oldindan to'lov qiling deb odamlarni aldaydi. Men qat'iy aytaman, hech kimga bank kartangizning SMS kodini bermang. Davlat yordami uchun ariza topshirishda hech qanday begona odamga pul o'tkazmang. Faqat rasmiy idora, rasmiy portal, mahalla yoki davlat xizmatlari markazi orqali harakat qiling. 8-nozik jihat og'zaki gapga ishonib qolmaslik. Kimdir hamma oladi deydi, kimdir hech kimga berilmaydi deydi. Ikkalasi ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Siz qarorning asl mazmunini, toifani, mezonni va talab qilinadigan hujjatlarni tekshirishingiz kerak. Agar tushunmasangiz, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, sizga rasmiy javob beriladi. Og'zaki javob esa keyin isbot bo'lmaydi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz pensionermisiz, nogironligi bo'lgan shaxsmisiz, bolali oilamisiz, kam ta'minlangan oilamisiz, ishsizmisiz, o'zini o'zi band qilgan fuqaro yoki tadbirkormisiz, ijara uyda yashaysizmi? Subsidiya olishni xohlaysizmi? Har bir toifaning talabi alohida bo'ladi. Hammasini bir xil deb o'ylamang. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitlari, ish haqi yoki daromad to'g'risidagi ma'lumot, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, pensiya guvohnomasi, ijara shartnomasi, aliment bo'yicha hujjat, arxiv ma'lumotnomasi. Har bir holatda hammasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin asosiy hujjatlar tayyor tursa, jarayon tezlashadi. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta o'z nomingizda bo'lsin, muddati o'tmagan bo'lsin, SMS xabarnoma ishlasin, telefon raqamingiz faol bo'lsin. Agar karta yo'q bo'lsa, bankka borib ochtiring. Agar eski karta bo'lsa, yangilang. Agar to'lov boshqa odam kartasiga tushayotgan bo'lsa, keyinchalik nizoli holat chiqishi mumkin. Ayniqsa, nafaqa, pensiya yoki ijtimoiy to'lovlarda pul egasining shaxsiy hisobiga tushgani ma'qul. 4-qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya bo'limiga borishdan oldin savollaringizni yozib oling. Masalan, men ushbu yordamga kira olamanmi? Qaysi hujjat yetishmayapti?
Arizam qachon ko'rib chiqiladi? Rad javobi bo'lsa, sababini yozma olsam bo'ladimi? Qayta murojaat qilish tartibi qanday? Mening oilaviy tarkibim tizimda to'g'ri ko'rinayaptimi? Savolni aniq bersangiz, javob ham aniq bo'ladi. 5-qadam. Arizani topshirganda albatta ro'yxatga olinganini tekshiring. Agar davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, ariza raqamini oling. Agar elektron portal orqali topshirsangiz, shaxsiy kabinetingizda ariza holatini kuzating. Agar mahalla orqali murojaat qilsangiz, qachon topshirilgani, kim qabul qilgani va keyingi bosqich qanday bo'lishini so'rang. Hujjatni tashlab keting, keyin aytamiz degan holatda ham arizangizning taqdiri bo'yicha aniq ma'lumot so'rashga haqqingiz bor. 6-qadam. Agar rad javobi olsangiz, tushkunlikka tushmang. Rad javobining sababini aniqlang. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Daromad mezondan yuqori chiqqan, hujjat yetishmagan, oilaviy tarkib noto'g'ri, bank ma'lumoti xato, oldingi ariza hali ko'rib chiqilmagan, tizimda boshqa ma'lumot chiqqan. Sababni bilmasdan qayta ariza topshirish foydasiz. Avval xatoni toping, keyin to'g'rilang, undan keyin qayta murojaat qiling. 7-qadam. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya ishingizdagi staj va ish haqi ma'lumotlarini tekshirtiring. Ayniqsa sovet davri 9 yillar. Korxona yopilgan davr, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, imtiyozli ish sharoiti bo'lgan bo'lsa, bular alohida ahamiyatga ega. Bitta tasdiqlanmagan yil ham umumiy hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Arxivga murojaat qilish kerak bo'lsa, buni kechiktirmang. 8-qadam. Agar siz bolali oila bo'lsangiz, farzandlaringizning hujjatlari to'liq ekanini tekshiring. Tug'ilganlik guvohnomasi, maktab yoki bog'cha ma'lumotlari, ota-onaning nikoh yoki ajrim holati, aliment bo'yicha hujjatlar, vasiylik yoki homiylik hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz ona yoki yolg'iz ota bo'lgan fuqarolar hujjatlarini tartibga keltirib qo'yishi kerak. 9-qadam. Agar siz ijara uyda yashasangiz, ijara shartnomasini qonuniylashtirish haqida o'ylang. Ko'p odam ijara shartnomasiz yashaydi, lekin keyin subsidiya, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam uchun real yashash xarajatini isbotlay olmaydi. Qog'ozsiz xarajat davlat tizimida ko'rinmaydi. Agar oyga 20.500.000 so'm ijara to'layotgan bo'lsangiz, bu oilaviy budjet uchun katta yuk. Uni hujjat bilan tasdiqlash kelajakda foyda berishi mumkin. 10-qadam. Barcha murojaatlaringizni tartib bilan saqlang. Ariza nusxasi, javob xati, SMS xabar, portal skrinshoti, bankdan kelgan ma'lumot, tibbiy xulosa, arxiv javobi, mahalla ma'lumotnomasi, hammasini alohida papkada saqlang. Bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Men ko'p marta ko'rganman, odamda haqqi bor, lekin hujjatni saqlamagani uchun isbotlash qiyinlashadi. Yana bir amaliy maslahat, qaror yoki o'zgarish haqida eshitganingizda faqat sarlavhaga qarab xulosa qilmang. Yaxshi xabar hamma pul oladi. Avgustdan katta o'zgarish degan sarlavhalar e'tibor tortadi. Lekin asl masala tafsilotda bo'ladi. Kim oladi, qancha oladi, qachondan oladi, qanday shart bilan oladi, qayerga murojaat qiladi, qaysi holatda rad etiladi. Mana shu savollar eng muhim. Men sizga aynan shu fikrni yetkazmoqchiman. Yangilikni bilish yaxshi, lekin uni to'g'ri qo'llash undan ham muhim. Agar sizda internet bo'lsa, rasmiy manbalardan foydalaning. Hukumat portali, vazirlik va idoralarning rasmiy saytlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, davlat xizmatlari markazi, mahalla mas'ullari va ijtimoiy himoya organlari orqali ma'lumot oling. Telegramdagi noma'lum kanallar, tanish bilishning taxmini, eski xabarlar yoki kesib olingan suratlar asosida qaror qilmang. Qonun va qarorlar tez-tez yangilanadi. Eski ma'lumot bugun noto'g'ri bo'lishi mumkin. Agar siz yoshi katta ota-onangiz uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz, ularning hujjatlarini birma-bir tekshiring. Ko'pincha pensionerlar telefon karta, pasport, arxiv hujjatlari masalasida qiynaladi. Farzandlari esa hammasi joyida bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin karta muddati tugagan, telefon raqam boshqa odam nomida, pasport yangilangan, lekin bankda eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Bular oddiy ko'rinadi, ammo to'lov kechikishining asosiy sababi bo'lib qoladi. Agar siz ishsiz bo'lsangiz, bandlik organlariga murojaat qilishni ham ko'rib chiqing. Ba'zi yordamlar yoki imkoniyatlar aynan ro'yxatga olingan ishsizlarga beriladi. Kasbga o'qitish, vaqtinchalik ish, subsidiya, o'zini o'z band qilishga ko'mak, asbob uskuna olishga yordam kabi yo'nalishlar bo'lishi mumkin. Ish yo'q deb uyda o'tirish bilan tizim sizni ko'rmaydi. Murojaat qilsangiz, kamida sizning holatingiz rasmiy qayd etiladi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, soliq va litsenziya masalalarida avgustdagi yangiliklarni alohida tekshiring.
jarima, hisobot, elektron hisob faktura, kassa, faoliyat turi, imtiyoz yoki yengillik bo'yicha o'zgarish bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri biznesingizga ta'sir qiladi. Birgina hisobotni kechiktirish jarimaga olib kelishi mumkin. Birgina imtiyozni bilmaslik esa ortiqcha xarajat degani. Shu sababli hisobchingiz bilan gaplashing, soliq kabinetini tekshiring, rasmiy tushuntirishlarni o'qing. Xulosa shuki, avgust oyidan kuchga kirayotgan o'zgarishlar ko'pchilik uchun yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Lekin bu imkoniyatdan faqat xabardor, hujjati tartibli, arizasi to'g'ri, ma'lumotlari aniq bo'lgan fuqarolar to'liq foydalana oladi. Men bugun sizga eng asosiy fikrni aytdim. Avval tizimda ko'p ovoragarchilik bor edi. Endi jarayonlar bosqichma-bosqich tartibga solinmoqda, ammo fuqaroning o'zi ham faol bo'lishi shart. Pensioner bo'lsangiz, staj va pensiya ma'lumotlaringizni tekshiring. Nafaqa yoki yordam pul olmoqchi bo'lsangiz, oilaviy tarkib va daromad ma'lumotlarini aniqlashtiring. Bolali oila bo'lsangiz, bolalarning hujjatlarini tayyorlang. Nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, tibbiy xulosa va muddatlarni tekshiring. Tadbirkor yoki o'zi band qilgan fuqaro bo'lsangiz, ro'yxat, soliq va bank ma'lumotlarini tartibga keltiring. Har bir holatda rasmiy manbaga tayaning. SMS kodni hech kimga bermang. Ariza raqamini saqlang va rad javobining sababini yozma bilishga harakat qiling. Endi sizlardan so'rayman. Siz yashayotgan hududda avgustdagi o'zgarishlar bo'yicha qanday xabarlar aytilyapti? Mahallada tushuntirish berildimi? To'lov yoki hujjat masalasida muammo bo'ldimi? Izohlarni yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqini vaqtida oladi.